Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda YouTube muxlislari. Mana ishxonamizda remontini ham bitkazdik. Oboylarini bitkazib, bundan remont qildik. Mana ishxonamizni shunday shaklda oboyni qildik. Tomonga televizor qo'yiladi. Televizor qo'yiladigan tomonga shunday fasonda bezak berildi. 615 ga 350 lik xonaga 5 ta oboy ketdi mana shu xonamizga. Ana bundan 2 ta ketdi televizorda. Sanoqli oboydan 2 ta, keyin taroqli paketimizdan 4 tadan 8 ta ketgan. 5 olti shpokolovka ketgan. Shu xona. Yigirma 2 kvadrat laminat pol ketgan mana. Laminat pol 65 mingdan kvadrat olingan. Oboyimiz 170 mingdan. Bu chekkada taroqli bargatlarimiz donasi 50 mingdan. Mana bunimiz donasi 150 mingdan olingan mana shu. 2 dona ketgan.